Keling, yordamlashib yuboraman. Yo'q, rahmat, kerak emas. Oching aka. Durdon? Xotin, sen ham shu yerda eding-a? So'z sekinroq qarang. Ko'z tegib qolmasin yana. Bu Durdona. Instagi nima? Qiz sochlari bo'laman, yaxshimisiz? Siz o'shami? Mayli Durdon, bu yog'iga o'zing yetib olarsan, ha? Men уже yetib keldim shekilli. Ikkinchi marta xato qildingiz-da, dadasi. Nimaga? Durdonni yana tashlab ketdingiz-da. Shu yukini uygacha olib borib berishingiz kerak edi. Men yarash xizmatini boshlamaylik. O'zi boshim og'rib turibdi. Yalingiz yangilanganiga Durdonni chaqiraymi, davolab qo'ysin. Kimni qarg'ish urib senga uylangan ekanman, ha men? Durdonni qarg'ish tekkandir-da. Bo'ldim senga jonim devona. Durdonani ko'rib o'tiribsizmi, dadasi? Atay qilganim yo'q, rekimdan chiqib qoldi o'zi. Shu o'yla o'rganingizdan ham, rekingizdan ham durdonalar chiqyapti-da. Sen kredit undirish bo'limiga ishga kirib olsang bo'lar ekan. Azoblab yurib undirib olasan, boru? Baribir durdonadek bo'la olmasak kerak. Ochar. Zaynab qara. Hop. Kirlarni yuvganingda endi albatta Morning Floor ishlatgin. Nimaga? Bu ana Cocoon kapsulasini ishlab chiqaradigan Unidaily firmasining mahsuloti ekan. Koreyskiy konditsioner kiyimlarni yumshoq, mayin qilib beradi. 48 soatgacha kiyimdan xushbo'y parfyum hidi ketmas ekan. Buni 5 xil hidi bor ekan. Menga mana shu Amber Glow degan rasa yoqdi. Senga ham yoqsa kerak. Endi menga yoqish kopeyka. Glamisi durdonaga yoqsa bo'ldi. Hozir bo'ldi qilmasang kir mashinaga tiqib yuboraman, durdonani olmay qolasan. Meni esimdan chiqar. Lekin sizni qalbingizdan chiqarib dadasi. Vayni to'xtatinglar, men tushib qolay-da. Tug'ilgan kuningizga nima sovg'a qilay dadasi? Hech narsang kerak emas. Shu durdonalashni to'xtatsang bo'ldi. U qo'limdan kelmaydi-da. Lekin xohlasangiz durdonani sovg'a qilishim mumkin. Qale. Ertaga chetga komandirovka ketadigan bo'lib qoldim. Durdon bilanmi? Ha, qayerdan bilding? Tushunmadim. Qaysi durdon? O'sha kursdoshim. Uni ham ishxonasidan jo'natishyapti-kan. Bir oy Durdon bilan maraka oshirib kelay.